Farg'ona viloyat imtihon markazidan eksklyuziv bitta hozirgi holat bo'yicha aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bitta hamma to'planib turganlar miting emas. Oldindan aytib ketaylik, qonunchilikka to'g'ri keladigan holatda qilishga iloji boricha harakat qilamiz. Xo'p, kamerani beraver. Bitta berayotganlarda hammasi, misol uchun deylik, oylikka ishlaydigan odamlar bo'lsa kerak, hamma oylikka ishlaydigan odamlar. Iltimos, tegishli mutasaddilar, mana shularga bitta e'tibor beringlar. B toifasiga o'qiganlar, xo'p 500 ming, ikkinchi topshirish yoki amaliy alohida, nazariy alohida 500 mingdan 1 million edi. Hozirgi kunda 1 million test, 1 million amaliy, agar birinchisi bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa 1 million. BTSga o'qiganlar 3 million 600 ming. BTSga o'qiganlar bormi? To'g'ri. BTSga o'qiganlar 3 million 600 ming so'mga test topshirish, bu menimcha umuman bo'lmagan holat. Iltimos, mana shuni tegishli mutasaddilar bitta inobatga olib qo'yinglar. Umuman to'g'ri kelmagan holatlarda narxlar kimlar tomonidan belgilanyapti? Kim tomonidan belgilanadi? Xo'p, bu yana qaytaraman, miting yoki boshqa holat emas. Iltimos, mana shu videoni tezroq ko'rib, o'z reaksiyalaringizni bildiringlar. Xo'p, bitta hamma o'z xohishi bilan kelgan. Biz miting qilish maqsadida to'planmadik, to'g'rimi? Xo'p, bo'ladi, sog' bo'linglar.